я тебя люблю. Qo'tonli qiz, I love you jonim. Omonli qiz, qo'tonli qiz. Qo'tonli qiz seni sevaman. La 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 la, agar tilim chuchuk bo'lganda seni qiz seni sevaman degan bo'lardim. Xo'p. Bizda hozirda qo'shiqchilarimiz mana shunday sharmandali, xunuk so'zlar bilan, ya'ni trendga chiqish uchun mana shunday qo'shiqlar aytishmoqda. Kechirib qo'yasiz-ku, Ali Niyozumbetov. Yaxshi insonsiz, lekin nega bu holatda bizda artistlarimiz, bizda qo'shiqchilarimiz sharmandai sharmiso qilmoqda? Sizlarga nima? Boshqa qo'shiq tugadimi? So'zlar tugab qoldimi? Bu nima degani? Agar bir yosh bola yodlab olsa qo'shig'ingizni, mana shu sharmanda qo'shig'ingizni sharmandalarcha ko'cha-kuyda aytib yurgan bo'lardi. Bu nima ahvol? Uyalmaysizlarmi? Uyalinglar. Bunaqa qo'shiqlar yaratishga, bunaqa qo'shiqlarda aytishga uyalinglar, iltimos, hurmatli qo'shiqchilar. Ali Niyozumbetovga tashab qo'yasizlar mana shu atvetimda.